Kelar mana 3 yoshli ko'chatlarimiz oxirgi partiyasi chiqib ketyapti. Kosonga chiqib ketyapti. 3 yoshli ko'chatlarimiz 60 ta. O'tgan ham mana mevaga kirib qolgan ko'chatlar, xudo xolasa. Holati o'ta ham dahshat ko'chatlar. Mana o'tgan ham 120 ta olgan. Bu yil ham mana 60 ta olyapti akamiz. Mana shu ko'chatlar ishonchli. Mevaga kirib qolgani uchun bu yil ham olyapti. Shu ko'chatlardan kerak bo'lsa, nomerni qoldiramiz. Bemalol telefon qilishlaring mumkin. Xudo xolasa 200 ta qoldi bu ko'chatlardan. U ham sotilgan edi hozir aka. Xullas ozgina sharoit ko'tarmay mana shu atkaz bo'ldi 200 ta. 200 tasiga pulni berib ketdi o'zaklar. Shartmen bo'ldi. Hozir ashini sotib oladigan bo'lyapmiz. Mana ko'chatlardan kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz berishlaring mumkin. Mana mevaga kirib qolgan. Meva ham ushlab qolgan xudo xolasa. Ko'rishlaring mumkin. Mana 100% mevaga kirib qolgan hammasi. Mana ishonmaganlar uchun mana mevasi bilan mana shu mevalar tashlamaydi bu yil xudo xolasa. Mana shular 100% emas, 200% ushlab qoladi mana shu mevalar. Hammasi 100% gullagan. Ko'rishlaring mumkin. Holati ham o'ta ham bahaybat. Gigant limonlardan mana. Xudo xolasa mana dehqonchilik. Gullab yotdi. Gullashni boshlagan. Pasti 90% gullagan, mevaga kirib qolgan. Mana bu yoqda mana katta gullab mevaga kirib yotdi. Xudo xolasa bemalol telefon qilib ulgurib qolinglar. O'zi ekadigan payt mana shu 15 kun 20 kun qoldi. Mana shu 15 kun 20 kunda ekib oldi. Undan keyin amal olish juda qiyin bo'ladi. Mana holatlarni hammasini ko'rsatib o'taman. Orasidan kattasini chiqaryapsiz deganlar uchun mana. Hammasi ham o'ta ham chiroyli ko'chatlar mana. Hammasi bahaybat mana gigant ko'chatlar. Bu mayda chudasi yo'q ichida. Mana shu mashinaga ushlaymiz hozir. O'tgan yil 120 ta olib ketgan. Bu yil mana yana 60 ta zakaz qilyapti. Ko'chatlar ishonchli, mana mevaga kirgan yana akamiz 1 oy oldin pulni tashlab qo'ygan, mana endi olib ketyapti. Yo'q, mana hujum bo'lib gullab yotib ko'rishlaring mumkin. Nomerni qo'yamiz, like bosib, podpiska qo'yishdan chiqmasin.